Avvalambor assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq. Mana hozir 50 sekund davomida kuzatdik buni. Erkak bo'lish kerak. Qarang, bolalar kuniga bo'lsa kerak-da, bayramda bo'lsa kerak, bu xuddi o'zini ayol sifatida qilib beqiliq o'yinlari bilan o'zini ko'rsatib o'tirdi. Bu yerga bo'z yigitlar bor, yosh qizlar, yosh yigitlar bor. Bo'z yigitlarda yosh katta yigitlar bor, katta onaxonlar bor, opaxonlar bor bu yerda. Ey, nima qilyapsan sen deb ko'tiga bir tep davradan chiqarib o'rmayapti buni. Sizlar ham ko'rsalaringiz, men shunga chaqiraman sizlarni. Bunaqa narsalarni ko'rgan ko'tiga bir deb davradan chiqarib o'ringlar. Shart emas millatni, elatni sharmanda qilish. Butun dunyoga olib chiqish, uni videoga olib chiqib, uni like bosib, tarqatib kimga kerak bu? Buxorocha qo'shiqqa o'ynayapti. Men bu Buxorodan deya olmayman yoki Samarqanddan deya olmayman. Bu qo'shiq qizlarga aytilgan, Buxorocha go'zal deb qizlarga, ayollarga aytilgan. Bunga aytilmagan bunga. Bu ifloslik qilgan qilig'ini qaraylargani qizcha ayolcha o'yinga tushib butun ommani oldiga yosh bolalar tomosha qilib o'tiribdi. Yosh bolalar tomosha qilib o'tiribdi. Bolalar shuniki jamiyati ko'rib o'zini yo'lini belgilab oladigan davrda hozirgi bolalar. Qarab turib shunday bo'lsa to'g'ri ekan, boshqa joyga boshqa shunday o'yin qiladi. Shu to'g'ri ekan, chin gapirmadi. Ommani oldiga urib tepalab chiqarib olaylar qani buni. Qaytib qolgan yoshlar bu yo'lga kirmaydi, shu banaki irodasi mustahkam bo'lmagan irodasini mustahkamlab oladi. Qayerga ketyapmiz biz? Dindiston kulamiz. Qaqirib ketyapmiz. Qayerga qarab ketyapmiz? Men oldingi videoga chiqardim. Namoz o'qiyapti, undan tashqari chiqib yana restoranga chiqib yarim yalang'och futbol tomosha qilyapti. Chiqardim men o'shani men. Sen kommentariy yozadiganlar, negativ yozadiganlar. Panjang oldin harf terishdan oldin berilgan o'sha senga primo bu videoga tushadigan, men ko'rsatadigan ma'nosini tagiga yetkinsan, tupoy. Farzand tarbiyalayapsan sen. Menga har qanday kommentariy yozavermasdan sen. Men o'sha ommani chaqiryapman, shularga birgalikda qarshi kurashish. O'sha madaniyat vazirligiga ham aytayapman. O'sha taniqli aktrisa, artistlarni qo'shtirnochidan yig'ishtirib oling deb chiqish qilyapman men. Jamiyatda erkak o'zini o'rnini topish kerak. Ayol o'zini o'rnini topish kerak. Ayol ayolda, erkak erkakda ketish kerak. Erkak degani bu. Erkak degani bu. Vatan qo'riqchisi. Ota-onasi sha'nini qo'riqlagan, opa-singlini sha'nini himoya qiladigan. Kerak bo'lsa vatan uchun shahid bo'ladigan odam bo'ladi erkak kishi. Palonchasiga ilmaydi, pisonchasi sassiq narsasini menga ro'kach qilma. Itimga ham bermayman sassiq narsasini. Itimga ham ravo ko'rmayman. U musirlar u chiroylik o'tadi, ketadi bir kun. Kecha men taksistman men. Kecha Merska yurgan, katta kurta mashinaga yurgan inson Damasga o'tirib alkashib o'tib qolgan. Dumalab yerga latokka yotibdi. Bularning ham hayoti shu oxiri. Dindiston kulmalaring. Alhamdulillah musulmonmiz. Mentalitetdan kulmalaring. O'zimiz oriyatlarimiz bor. Yana bir narsani hozir men nima qilmadim, hozir ko'rib chiqay, bir qaray hozir bir narsani kecha ko'rib qo'ydim hozir. Yana bir narsani ko'rsataman sizlarga. Farangiz. Endi mana bu qizning mimikasiga, bu yigitning mimikasiga va kiyinish madaniyatiga qarang. U olib boradigan men sizga to'g'ri tushuntirib aytaman. Qo'chqor tashshog'i. Bu yigit milliy kiyimda, bu qiz milliy kiyimda, bu yigit yaramay qolgan. Bu nigoh bilan qarab, xursand bo'lib, qo'chqor tashshog'ini archib turib ovqat qilyapti. Bu harom sanalgan bu. Harom narsani milliy kiyimda milliylikdan targ'ibot qilib halol deb belgilab beryapti.
Bu qo'chqor tashog'i bu. Moyagi bu. Bu harom sanalgan bu. Mana endi er-xotin munosabat biz qayerga qarab ketyapmiz? Kommentariy yozgancha bir narsani ma'nosini tushungin. Negativ yozadiganlar. Tushunmasang ko'tingni qisib o'tib ket shuni ustidan. Musorga o'xshamasdan menga har qanaqa kommentariy tashamasdan. Kunda kunora yaqinda to'yga borgandim. Bunda iloj yo'q. Sergelida yaqinda to'yga borgandim. Kuyovjo'ralardan bittasi to'pponcha ekan. Kunda kunora o'zi yoqtirgan teshigiga to'pponchasi bilan oturar ekan. Yakzonni qo'shig'ini eshitdinglarmi? Kekschilar haqida. Yo'q, kuyovjo'ralar haqida. Yaqinda to'yga borgandim. Kuyovjo'ra Buni kim yig'ishtiradi? Buni hurmatli vazirlik, buni kim yig'ishtiradi bu? Qari yalmog'izda. San'atni bulg'ab tashadi-ku. San'at degani bu xalqning madaniyatini, xalqning urf-odatini rol o'ynab, xalqqa kelajak yoshlarga, xalqqa bir tatbiq qiladigan san'at turi emasmi? Misol uchun she'riy san'at bor, tasviriy san'at bor, teatr san'atlari bor, sport san'ati bor, to'g'rimi? Hamma san'at. Bu chiqib tashadi bular qo'pol bo'lsa ham. Chiqib tashadi bular. Aziz tomoshabinlar, kechak bilan deganlar ishonmaganlar 100%. Bularga ham chora ko'ringlar mana. Musorlarga. Kelib shu yerdan ko'rishingga mana. Kelib ko'ringlar. Qani ichki ishlar qayerga qarayapti buni? Qani chora ko'ringlar menga. Mana nechta mavzuni ko'taryapman bir videoga. Kim qayerga qarab ketyapmiz mana? Aziz Chora ko'ringlar menga. G'aribman davlat Oxunov. Akajon Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.